O'limdan boshqa dardni davolaydigan meva. Bu mevadan kuniga 3-4 ta yeyish tanangizni yoshartiradi. U yer yuzidagi eng shifobaxsh mevalardan biri hisoblanadi. Bu arab xurmosidir. Bu meva oziq moddalarga boy bo'lib, ovqat hazm qilish, yurakda qon aylanishini yaxshilaydi, xolesterinni pasaytiradi. Oq shakar o'rnini bosib, ozishda yordam beradi. U temirga boy, 100 grammida odam organizmidagi temirning 1 sutkalik me'yorining 11% bor. U kamqonlikda ham katta foyda beradi. Unda kaliy ko'p. Xurmo insult xavfini 40% ga kamaytiradi. Xurmoda fosfor, kalsiy ko'p. Bu esa miya va ichaklar faoliyati uchun juda foydalidir. Uni ich qotishda dori sifatida ishlatiladi. Bunda tungi uyqu oldidan 1 piyola qaynagan suv bilan 2-3 ta meva yeyiladi. Jinsiy ojizlikda xurmo echki suti bilan birga yeyilsa shifo bo'ladi. U yuqori qon bosimini tushiradi. 5-6 ta xurmoda 80 gramm magniy bor va bu qon tomirlarini kengaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 370 mg magniy inson uchun kunlik me'yor hisoblanadi. Bu miqdor qon bosimini bir me'yorda ushlab turadi. Xurmo qarishning oldini oladi. U tug'ruqdan keyin ham foydali. U sutni ko'paytiradi. Xullas, arab xurmosini jannat mevasi deyish mumkin. Sizga videomiz yoqqan bo'lsa, klass bosing. Biz siz uchun bundanda qiziq ma'lumotlarni tayyorlashga harakat qilamiz.